Hammaga assalomu alaykum. Mana bugun yarim soatlik karateni ikkinchi mashg'ulot kuni. Oradan bir kun o'tdi. Esingizda bo'lsa, bir kun o'tirib, bir kun ora mashq qilish haqida gaplashganmiz. Kun ora mashq qilish foydali. Juda ham, chunki tana o'zini bir kunda tiklab oladi. Ko'pchilikka qiziq bo'lgan bitta savol: mashg'ulotlar davomida suv ichsa bo'ladimi? Suv ichsa bo'ladi. Suvni iliqligiga ahamiyat beramiz. Sovuq yo issiq bo'lmasligi kerak. Suvni o'tirgan holda ichiladi, chunki oshqozon ko'rigidan o'tish kerak. Mashg'ulot davomida har 10 daqiqadan nafasni rostlab, har og'ir mashqdan keyin nafasni rostlab olgandan keyin o'sha payti suv ichiladi. Qancha miqdorda? 1 stakan, 1,5 stakan miqdorda ichsa bo'ladi. Mashg'ulotlardan oldin albatta tanani qizdirib olamiz. Xohlasak yugurib, xohlasak mana shunday turgan joyda sakrab tanamizni qizdirib olishimiz mumkin. 100-200 ta sakrasangiz maqsadga muvofiq. Ko'rib turgan barcha alohida mashqlar 40 tadan 50 tagacha qilishingiz mumkin. Oradan ozgina vaqt o'tib formaga kirgandan keyin sonlarni 100 tagacha chiqarsa bo'ladi. Mashg'ulotlar orasida nafas olib chiqarish mashqini ham bajarishimiz kerak va foydali. Ko'rib turgan mashqlarimiz oddiy ko'rinsada, lekin har birining o'ziga yarasha vazifasi va har birining o'ziga yarasha foydasi bor. Bu ko'rib turgan mashqimiz 15 tadan 20 tagacha qilsa bo'ladi har bir oyoqqa. Bu mashq har bir yonga 15 tadan 20 tadan hammasini hisoblasa 25-30 ta qilsa bo'ladi. Har taraf uchun 30 ta sanab shunday turiladi. Bu mashqni ham har oyoq uchun 30 tadan 40 tagacha qilsangiz maqsadga muvofiq. Agar boshlanishiga baribir ko'p desangiz 20 ta qilsangiz ham bo'ladi. Buning foydasi oyoq bilan tepaga zarba bergan payti yengil ko'tarilishi va tez ko'tarilishi uchundir. Nafas olib chiqarishni har bir mashqdan keyin nafas olib chiqarishni esdan chiqarmaslik foyda. Karateda bunday zarba ham bor, lekin bu qilinayotgan mashq zarba uchun emas, bu zarbalarga tayyorlanish uchun qilinadigan mashq, ya'ni oyoqni baquvvat qiladigan mashq. Bu mashqni har oyoq uchun 30 tadan qilish kerak boshlanishiga. Keyinchalik 100 taga ko'tarsa ham maqsadga muvofiq oyoq juda baquvvat bo'lishiga yordam beradi. Mashqlar davomida отжимание 25-30 ta, pressga oyoq bilan o'tirib turishga 30 ta, 40 ta qilamiz. Mana shunday holatda har bir texnikadan keyin kamida 2 tadan yo 3 tadan shu holatni takrorlash kerak. Oyoq uchun, qo'l uchun, press uchun siloviy mashqlarni mashg'ulotlar davomida 2 marta takrorlab qilinishi kerak. Men faqat video ozgina vaqt olmaslik uchun bitta nimani ko'rsatdim, bitta podxod. Bu mashg'ulot ham press uchun juda foydali. Menga hamma sport turi yoqadi, lekin sportlar ichida karateni o'rni boshqa men uchun, chunki karateni ichiga hammasi kiradi. Gimnastika, yoga, nafas olib chiqarish mashqlari, keyin siloviy mashqlar, ya'ni tanani chiniqtiradigan, muskullarni chiniqtiradigan, chaqqonlik, barchasi
shu karate sport turida mujassam bo'lgani uchun va chiroyli harakatlari uchun juda yoshlikdan yoqtirib shug'ullanganman va 18 yoshligimda oyog'imdan travma olib qolib ketganman. Menga o'zi mumkin bo'lmagan keyin karate bilan shug'ullanish. Lekin baribir orada onda sonda shug'ullanib kelganman va hozir yana jiddiy qarab boshladim bu sport turiga. Chunki biror narsani chin dildan istasang yo yoqtirib yo sevsang, undan hech qanday foydani ko'zlamaysan ham, faqat yoqtirib sevganing uchun shu bilan shug'ullanasan. O'zi hayot shunday. Biror narsaga qattiq bog'lansang yo qattiq sevsang, undan hech narsani, ya'ni foydani kutmaysan, ko'zlamaysan. Sizlar bilan hozir eng kerakli karateda ham, taiski boksda ham, kickboks va barcha sharq yakka jang san'atlarida foydalanadigan, asosan boksda ham foydalanadigan stoykani ko'rib chiqamiz. Bu ayiq stoykasi deb aytiladi. Yaxshilab ko'rib o'rganamiz. E'tibor bilan ko'rib o'rganamiz. Bu zarba oyoq bilan raqibning tizzadan yuqori, ya'ni oyoqning son qismiga beriladigan zarba. Bu zarbadan agar qattiq berilsa, raqibni bir zarbadayoq yiqitsa bo'ladi. Juda ham xavfli bo'lgan zarba. Buni haqiqiy o'zini maromiga yetirib qilinib, ya'ni o'zini ustasi darajasida o'rganilsa, bitta zarbadayoq mayib qilsa bo'ladi. Juda ham xavfli zarba. Sizlar bilan eng kerakli foydali nafas olib chiqarish mashqini o'rganamiz. Nafasni ichimizga tortamiz. 2 sekund ichimizda tutib turgan holda qo'lni 3-harakatida chiqarib tashlaymiz. Karatening asosiy qo'l bilan beriladigan zarba mashg'ulotlar davomida albatta 50 ta qilishga harakat qilamiz. Juda ham foydasi bor. Bu karate mashg'ulotlarida har doim bajariladi. Tosh ko'tarishni faqat fitnesmen yoki workoutchilar bajaradi degani bu yolg'on. Chunki barcha sport turida albatta bir ko'rinishi bo'lsa ham tosh ko'tarish mashqi qilinadi va bu juda foydali. Asosan chiniqish, ya'ni og'irlikni yengish, muskullarni kuchga to'ldirishga juda yordam beradi. Mashg'ulotlarni sukunatni eshitish bilan yakunlaymiz, lekin to'g'risi mashg'ulotlar boshida ham sukunatni hech bo'lmasa 5 daqiqa eshitib boshlash juda ham maqsadga muvofiq. Chunki dunyodagi barcha muammolar, barcha narsalarni unutgan holda nafasingizni eshitib, nafas olishingizni eshitgan holda barcha narsani unutib, keyin boshlash maqsadga muvofiq va juda foydali. Xotirjam tortgan holda mashg'ulotlarni boshlaysiz.